Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu taolo anhuni davrlarida lashkarboshi Hazrati Xolid ibn Valid bo'lganlar. Lashkarboshi Xolid ibn Valid bo'lganlar. Xolid ibn Valid hech qachon sinmagan. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishini Xudoni qilichi deb aytganlar. Allohning qilichi deganlar. Yotib oxiri jihodda shahid bo'lmasdan uylarida to'shakda yotib o'lganlar. Va bir rivoyatda aytganlarki, men hamisha urushga kirganman, Xudoning yo'lida shahid bo'lay deb kirganman. Badanimda bir barmoq qo'ygilik joyi yo'q yoki qilich tegmagan bo'lsa, lekin hech o'la olmaganman. Oxiri eshakda o'limida bo'lib to'shagimda o'lyapman degan. Ulamolar bahs qiladi. Odamlar bo'lgan bir urushga kirganda o'lib chiqqan. Nimaga shuncha yuzlab urushga kirib Xolid ibn Valid nimaga o'lmay chiqadi deydi. Hazrat Tahonaviy rahmatullohi alayhi aytadiki, men bu sirni tushunmaganman. Nima siri bor ekan buni deb ustozimiz Hazrat Yaqub Nanutiyning yonlariga kirib, Hazrat nimaga Xolid ibn Valid urushda o'lmagan, to'shagida yotib o'lib qolgan desa, uni Hazrat payg'ambar alayhisalom Xudoning qilichi deganlar-da deganlar. Agar urushda bir banda uni o'ldirib qo'ysa, Xudoning qilichini banda sindirgan bo'lib qolardi degan. O'shancha Alloh taolaning o'zi o'ldirgan biror bandani vosita qilmagan.